Uyghur milleti. Abdori David Profi. İngilizceden tercüme qiluvchi Abduvali Ayub. Muharrir Mi İbrahim. Teklimakan Uyghur Neshriyati. Avazda Aygül Yusuf. Kirishgan imperiyalar ve Şinjanning soda egizlari. Her qandaq millatning tarixidagiga o'xshash Uyg'ur tarixidami milliy simovlarning jalbkorligi haqida bir ilmiy hikoya so'zlandi. Birinchi bobda asldagi Uyg'urlarning tarixi va 20-asrning boshlaridagi o'xshamagan qatlam, ko'z qarash va orqa ko'rinishdagi olimlar, hukmdorlar va islohotchilarning bu tarixga yuklagan ma'nosi asga olib o'tildi. Bu nuqtadan boshlab mening qiziqishim Şinjan Rossiya chegarasidagi siyosiy masalalar, bu jarayonda shakllangan diaspora jamoatining ahvoli va O'rta Osiyodagi har tabaqadagi Şinjanlik musulmonlarning Rossiya inqilobidan burungi va keyingi kechirmishlari qatorliqlarda bo'ladi. Bu tuzilmalar va odatlar zamonaviylik yo'ldagi islohotchilik harakatlari va inqiloblar natijasida borliqqa keldi. Vaholanki, bular biz so'zlamoqchi bo'lgan tarixning bir yadrosini tashkil qiladi. 19-asrdagi nurg'un kishilar Qing imperiyasining Şinjandagi hukmronligi uzoqqa bormaydi deb qaraydi. 1820-yili Rossiyalik Pravoslaviya diniy munohi, ya'ni rohibi Xitoyshunos Nikolas Bichorvin bu rayonni Xitoy Turkistoni, ya'ni Chin Turkistoni deyish xato. Chunki Sharqiy Turkiston mangu Xitoy ishg'olida qolmaydi degan. Osiyodagi imperiyalarning raqobati kuchaygan sari Qing imperiyasi ichki isyon sababidan xarob bo'lish holiga kelib qolgan edi. 1854-yildan 1864-yilgacha yuz bergan Taiping Tiango inqilobini bostirgan Qing xonadonligi uzoq o'tmay g'arbiy shimoldagi musulmonlarning cho'ng isyoniga duch kelgan. 1860-yillardagi bu qo'zg'olon Şinjangacha kengayib, yerlik hokimiyatlar tiklangan. Buning ichida Qashqardagi Yoqubbek davlati uzoqroq davomlashgan bo'lib, e'tirof qilinish va dastak elish uchun Osman imperiyasiga yaqinlashgan. Yoqubbek 1877-yil o'lgan. Shimolda qurilgan mustaqil Ili sultonligi kengri zaminni tasarrufiga olgan bo'lib, Rossiya imperiyasi tarafidan halok qilingan va zamini 1871-yildan 1882-yilgacha Rossiyaga qarashli bo'lgan. Shuning bilan bir vaqtda bugungi Şinjan Uyg'ur avtonom rayoning markazi bo'lgan Urumchida Gansudagi so'piliq tariqi tutishadigan bir tungan hukmron bo'lgan. Shundaq qilib, Beijing markazlik hokimiyatning oldida 3 kuch o'tirg'i chiqqan bo'lib, bu shuningdan keyingi bir necha hokimiyatning mumkinchiligidan bishorat beradi. Biri Şinjanning Qashqarni markaz qilgan Osman imperiyasiga bay'at qilgan mustaqil bir islom davlati bo'lishi. Yana biri shimoldagi Rossiyaning yangi mustamlikasiga aylanishi. Uchinchisi bo'lsa, bu rayonning sharq tarafda o'z avtonomiyasi uchun kurash qilayotgan tunganlarning panoh joyi bo'lishi edi. 1870-yillardagi xulosa shu bo'ldiki, bu ehtimollikning hech qaysi amalga oshmadi. Zozongtangning Xonan armiyasi Şinjanni qayta istilo qilishda g'alaba qildi. Xitoy Turkistoni, ya'ni Chin Turkistoni davomli Xitoyning bo'lib qoldi. Ammo yuz bergan qo'zg'olonlar va Rossiyaning istilosi bu yerda zo'r iznalarni qoldirdi. Rossiya chekinib chiqish jarayonida Ili diyorining musulmon aholisining mutlaq ko'p qismini o'zlari bilan birga elib ketdi. Bu aholilar keyingi Rossiya Yetsu tavasidagi taranchilar va tunganlarning asosini soldi. 1881-yildagi Sankt-Peterburg shartnomasi Rossiyaning Ili tavasidan chekinib chiqishining ikkinchi natijasi bo'lib, buning bilan Rus mollari Xitoyning g'arbiy shimoliga eqib kirishga boshladi va Char podshohligi Şinjandagi O'rta Osiyolik musulmonlarning savdo guruhlarini qo'g'dash huquqiga erishdi.
Burunqi Çin hakimiyetlari bu zamanlarni isloh qilganda Iroqdagi beqimli chegara rayon deb qarab, fasillarni aniq ayirishga ko'chmagan. Keyingi Çin hukmdorlari bu xil holatni saqlashga amalsiz qolgan. Rossiya Turkistoni Rossiyaning Hindiston Angliyaning bo'lib bo'lgandan keyin bu ikki imperiya Xinjiangni o'z mustamlikasining chegara rayoni deb qaragan. Çin imperiyasining Xinjiangni ilkida tuta olishiga Rossiya bilan Angliya imperiyasi o'tirisidagi katta o'yinda bu ikki raqibning bir-biriga yo'l qo'ymasligi va Xinjiangni Çin hukumatining ayrilmas bir zemini deb emas, balki ara rayoni qilib tutib turib, bir-biriga yegizmasligi sabab bo'lgan. Shuning bilan milliy xoslikqa ega bu rayonda kuchli davlatlarning savdo markazlari borliqqa kelgan. Chet ellik savdogarlar Xitoyning Manjuriya va dengiz bo'yidagi rayonlardagi o'xshash alohida imtiyozdan bahramand bo'lgan. Zozongtang Xinjiangni qayta ishg'ol qilgandan keyin bu yerning markaz bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirish maqsadida bu zaminni haqiqiy bir Xitoy o'lkasi qilib qurib chiqishga tutish qildi. Ammo uzunga qolmay amaldorlar o'lka qurishning keyindagi buyuk planlarini bir chetga qayirib qo'yishga majbur bo'ldi. Xitoyning Cumhuriyet davrida Xinjiangda siyosiy rahbarlik o'rniga chiqqan Muhammad Emin Bug'ra bu mezgilni ikki yarim hokimiyat deb atagan. Bu to'limu dal kelgan atalg'i bo'lib, ikki hokimiyat Angliya va Rossiyani ko'rsatsa, yarimi Çin imperiyasini ko'rsatadi. Buni tadqiqotchilar yerim mustamlikchilik deb ataydi. Men o'z bayonimni mana mushu nuqtadan boshladim. Buningda men yaqinqi vaqtlardagi ingliz tilidagi Xinjiang haqidagi tadqiqotlar tashlab qo'ygan ko'p qismini atalmish yangi Çin tarixining bir qismi deb qarashga bo'ladigan vaqtdan boshlab qo'l soldim. Tadqiqotchilar Çin tarixi tadqiqotida Xitoy markazli Çin tarixi ko'z qarshidan imkon qadar saqlanish uchun bu xonadonlikni imperiyalar ichidagi imperiya deb tasvirlaydi. Buningda imperiyaning organlariga va o'xshamaslikni qanday qilib bir taraf qilganligiga ahamiyat berilib, bu orqali imperiyaning ichki ishlarining qanday yurishadiganligi aytib berildi. Bu kitobda Manjularning imperiya qurish jarayoniga ahamiyat berildi. Bu Xitoyning markaziy iqtisodiy rayonlarini obyekt qiladigan Xitoy markazli Çin tarixidan ro'shan farqlanadigan bo'lib, men buni Çin markazlik Çin tarixi deb atadim. Natijada Çin sulolasining Yevro Osiyo davlat qurish usullarini shu davrdagi Rossiyaga o'xshash quruqlikdagi imperiyalarga muvofiq keladigan holatda o'zlashtirgan O'rta Osiyodagi bir chong siyosiy gavda qatorida ko'rishga va uning iqtidorchiligidagi Xinjiangga o'xshash mustamlika qilingan zaminni tadqiq qilishga imkon tug'ildi. Bu xil Çin markazlik nuqtai nazar Xinjiangning 18-asrdagi va 19-asrning boshlaridagi tarixini tadqiq qilishga muvofiq kelsa-mu, Xinjiangning o'lkaga aylangandan keyingi tarixini bu xil usul bilan Manju va Mo'ng'ul harbiy amaldorlari, mustamlikachi hukmdorlar va Xitoy ko'chmanlarini asos qilib tadqiq qilish yetarli bo'lmaydi. Çin xonadonligining ko'z qarashi bo'yicha aytganda, Xinjiang o'lkasi yanla ularning bir yangi chegara rayoni bo'lsa-mu, bu rayonni oddiyla markaz va chet yaqa rayon nuqtai nazari bilan tadqiq qilib bo'lmaydi. Bu nuqtadan aytganda, Çin markazlik tarix Çin sulolasining keyingi vaqtlardagi Xinjiangga nisbatan to'liq Xitoy markazligi bo'lib qoladi va mos kelmaydi. Xinjiangni atrofdagi imperiyalar bilan tutashgan bir Xitoy o'lkasi deb tasavvur qilsak, bu bizdan yangi muhitda iqtidorchilik va huquqning har jihatdan ta'sir ko'rsatganlik ahvolini tadqiq qilishimizni talab qildi. Chegara rayonlar tarixi garchi Xitoy bo'lmagan rayonlar tadqiqot uchun ko'p his qo'shgan bo'lsa-mu, ammo bu xil usulning bu rayonni Xitoyning markaziy rayonlaridan butunlay ayirib tashlash moyilligi kuchli bo'lib, chegara rayon tarixi mutaxassislariga xos bo'lgan analiz vositalarini talab qiladi. Buningda o'xshamagan savollar so'rildi va bizning chegara rayonlarni Xitoy tarixiga kirgizish iqtidorimizni cheklaydi. Agar men o'tirib qo'ygandek
19-asrning oxiridan keyingi Şinjanni Xitoyning dengiz bo'ylaridagi zamonaviy shaharlari va ichki rayonlari bilan ijobiy yo'sinda selishtirish mumkin deb qarasak, undaqda Şinjanning Xitoyning bir qismi ekanligi haqida boshqacha yo'sinda fikr yurgizishga to'g'ri keldi. Bu xil nuqta nazarning qiyin yeri shuki, biz buningga musulmonlar aholisining hammasini degudek o'z tadqiqotimizga ko'rgizishimizga to'g'ri keldi. Buni Xitoy manbasiga tayanibla elib berish nihoyat qiyin. Ammo buni Şinjan o'lkasida yozilgan bir necha mustamlikchilar arxivlari va yerlik musulmonlarning manbasini birlashtirish orqali elib borg'ili bo'ldi. Bu xil shartnoma portlari nuqta nazari bizni Qing sulolasining 19-asrning keyingi mezgili tarixidagi tunish temalarga boshlab keldi. Sirtqi territoriya huquqining oqibatlari, davlat tavalligi kategoriyasini kontrol qilish yoki shartnoma portlarining madaniyat jihatdagi ta'siri qatorliqlarning hammasi Şinjan o'lkasini tadqiq qilishga munosabatlik muhim foydalanish nuqtalari bilan ta'minlaydi. Buningdan sirt biz yana Tayping inqilobidan keyingi Yangzijang, ya'ni Changjiang daryosi deltasining ijtimoiy tarixidan olgan saboqlarni o'ylashimiz lozim. Buningda burun amaldorlar olgan rolning o'rniga yerlik fuqarolarning ko'rsatgan ta'siri muhim rol o'ynagan edi. Xuddi imperiyaning ichki qismidagi Yangzi deltasi bo'yiga o'xshashla Şinjangdimi davlat qo'llashidagi kasbdorlik va yerlik avtonomiya tashabbuskorligi natijasida Qing sulolasining oxirgi vaqtlardagi bürokratlar bilan hamkorlashquchi ko'zga ko'rinarlik boy savdogarlar qatlami borliqqa kelgan edi. Ammo bu boylar haqidagi bayonlar Şinjangning Xitoy bürokratlar arxivida bakmu oz ko'zga cheliqdi. Shunga bu boylarning Xitoy hukmron qatlim bilan bo'lgan munosabatini Xitoychadan boshqa manbalardan foydalanib tadqiq qilishga to'g'ri keldi. Meningcha bu xil usul keyingi Qing sulolasi tarixini birlashtirgan asosda bayon qilishga, ya'ni odatda bir-biridan ayirib tadqiq qilinadigan rayonlarni haqiqiy turda selishtirib tadqiq qilishga yo'l ochib berdi. Bu xil usul bizdan Xitoy tarixidagi bizga tunishlik bo'lgan ba'zi kategoriyalarni qaytadan o'ylashimizni talab qiladi. Masalan, dastlabki mezgillardagi chegaraga bo'lgan kuchli kontrollikqa ro'shan selishtirim holatda o'lka ta'sir qilingandan keyingi Şinjangda chegaradan o'tadigan odamlar va mollar borgan sari eshib borgan edi. Bu xil ko'chmanlarning ba'zilari Xitoy territoriyasidan manguga ayrilgan siyosiy surgunlar bo'lsa, yana ba'zilari imperiya bo'yicha ko'chman bo'lgan, keyincha Jungo muhojirlari deb atalgan ko'chman savdogarlar va ishlamchilardan iborat edi. Şinjangning shartnoma portlarini bu xil muhokamaga elib kirish bizdan atalg'imizni o'zgartishimizni va bu tarix haqida Qingning qo'l ostidagi xalqning chet eldagi sezgirashlari nuqta nazardan chiqib turib fikr yurgizishimizni talab qildi. Qing imperiyasining boshqa joylariga o'xshashla ko'chishning sabablari har xil va farqli edi. Men bu kitobda 19-asrdagi mag'lubiyat bilan oyoqlashgan qo'zg'olon sababidan minglagan Qing sulolasi aholisining Rossiya Turkistoniga ko'chman bo'lish ahvolini, shuningga o'xshashla siyosiy tus olgan 1880-yillardagi Char podsho bilan Qing imperiyasi orasidagi Peterburg shartnomasidan keyin Rossiyaning kontrolligi bilan elib berilgan Şinjang musulmonlarining ko'chish ahvolini, bundan boshqa nopsning tabiiy eqishi natijasida Rossiya tavasida savdogarlardan uyushgan bir Qashqar jamoati shakllanganligi, ko'chman ishlamchilarning borgan siri ko'payib, Birinchi Dunyo urushi mezgilida O'rta Osiyoning emgakchilarga bo'lgan ehtiyoji sababli yuqori pallasiga yetganligi qatorliqlarni muhokama qilib o'taman. Boshqa Qing diasporasiga o'xshashla, buningda siyosiy sabab bo'lgandan boshqa shaxsning tanlashimi asosli qo'zg'atqich rol o'ynagan bo'lib, ichki jihatda farqli bo'lgan diaspora jamoatini borliqqa keltirgan. Albatta, Xitoyning quruqlikdagi va dengiz bo'yidagi shartnoma portlari o'tirisida farqlar bor edi. Şinjang chet el kuchlarining cho'ng imperializmi, Qing imperiyasining kichik imperializmi bilan uchrashgan Qing igdorchiligidagi bir qancha chegara rayonlarning biri edi. Şinjangdagi Qing amaldorlari va Rossiya konsullari tomonidan boshqarilayotgan musulmonlarning
bir-biri bilan o'xshashligi ularni boshqarayotgan Xitoy va Ruslarga qaraganda texmo kuchli edi. Din yoki millat emas, balki imperiyalarga bo'lgan beqindilik yerlik va chet elliklarni ayiradigan siziq bo'lib, bu siziqni kishilar o'ng'ayla atlab o'talaydi. Beqindilik, ya'ni puhrolik kategoriyasi haqidagi mujmallik, yana bu puhrolik masalasi deb ataldi. Çin va Xitoy Jumhuriyati mezgillaridagi amaldorlar uchun doimlik bir qiyin masala bo'lib kelgan. Hatto 20-asrning ikkinchi yarmigacha qadar davomlashgan edi. Bu yerdagi ikkinchi farqli omil mustamlikachilik munosabatlarining diasporadagi jamoat ichida o'z ifodasini tepishi edi. Çar Rossiya hukumati puhroligidagi musulmonlar Rossiyaning Çin bilan bo'lgan shartnomalarining moddalaridan ruslar bilan o'xshash imtiyozlar bahramand bo'lgan edi. Ammo bu musulmonlar Rossiya konsuli amaldorlari bilan yanala mustamlikalik munosabatida edi. Natijada Rossiyaning Xinjiangdagi mavjudligi Rossiya Turkistondagiga o'xshash bo'lgan yerlik avtonomiyani borliqqa keltirgan edi. Buningdagi muhim bir omil savdo boshlig'i, ya'ni oqsoqollik vazifasi bo'lib, oqsoqollar Rossiya, Çin va savdogarlar jamoatidan iborat bu uch qirliq munosabat o'tirsida kelishtiruvchilik rolini o'ynaydi. Oqsoqollar garchi Rossiya va Çin o'tirsidagi hech qanday bir shartnomada tilga ilinmagan bo'lsa-mu, ammo ular Xinjiangning o'zida qudrat tepib qolmasdan yana chet ellardagi savdogarlar jamoatini boshqarishdagi muhim bir g'ayriy an'anaviy quroli bo'lib qolgan hamda eng oxirida Xitoy siyosatining bir qismiga aylangan edi. Men oqsoqollarga o'xshash organlarning tarixi bizning bu chegara rayonidagi har xil farqli siyosiy hokimiyatlarni oydinlashtirib olishimiz uchun muhim deb qarayman. Bu tarixchilarning Sharqiy Janubiy Osiyodagi Xitoy diasporasi ustida elib borgan tadqiqotiga o'xshab qoldi. Bu yana bizning tarix tadqiqotidagi ikki xil xatolikdan saqlanishimizga yordam berdi. Biri bu zimindagi puhrolarni Rossiya Xitoy to'qinishidagi pishka holatida ko'rish. Yana bir bo'lsa, bu musulmon qavmini Rossiya Xitoy ziddiyatidan butunlay mustasno bo'lgan, davlatdan o'z harakatlarini yo'shiradigan harakatchan va qochqon bir guruh qatorida ko'rish. Xinjiangni misol olsak, bu xil usul Xitoy manbalaridan foydalanadigan tadqiqotlarda o'z ifodasini tepib, Qashqarya boylarining yerlik amaldorlar bilan bo'lgan yaqin munosabatlari haqida hech qanday bir ma'lumot bermaydi. Bu xil bir taraflamalikka tuzitish berilganda Xinjiang o'lkasi va uning bozorlari Xitoyning dengiz bo'yi rayonlaridagi shartnoma portlari jamiyatlariga borgan-sira o'xshash bo'lib ko'rinadigan bo'lib, yerlik yuqori qatlam kishilari bilan byurokratlar o'tirisidagi hamkorlikning borgancha kuchayishi va chegara sirtidagi mustamlika dinamikasi haqida guvohlik berdi. Bu kitobda bu xil savdogarlar jamoatining chegara atlagan siyosiy loyihalarning vasitasi bo'lib kelishining har xil sabablari va Qashqar boylarining madaniyat qo'g'diqchi salohiyatida elib borgan faoliyatlari bayon qilindi. Oqsoqollar ham savdo vakili ham jamoat vakili sifatida bu bayonlarda boshdan oxir muhim rol o'ynaydi. Qadrli do'stlar, keyingi qatimda Xitoy bilan Rossiyada millat va jadidchilik nomli temani diqqatingizga sunaman. Qimmatli vaqtingizni ajratib, bu ovozli asarni tingishinglar uchun chin yuragimdan rahmat aytaman. Xayr xo'sh, Xudoga omonat, ko'rishguncha omon bo'laylik.